Barchaga assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Kayzov va nihoyat Sapphire 4 da uchrashganimizdan juda ham xursandman. Men bu o'yinga adashmasam 3 oy oldin kirgan edim. Wow, qayerdaligimni hatto bilmayman. Menimcha men tepaga chiqib ketganman. Agar shu yerdan pastga sakrasak, agar tirik qolsa agar uyimga tushaman. Let's go. Ay, shoshmanglar, menda adashmasam qanot bor. Let's go. Tezroq tushishimiz kerak. Xo'p, tushunishim bo'yicha bu sistema juda ham men qayerdaman? Hozir uyimda. Let's go. Bu sistema azizlar juda ham oddiy ekan. Men ilgari bu yerda blok nima qilyapti? Angel blok bilan qo'ygandim, adashmasam. Xo'p, men bundan oldin azizlar portal yasab, portalga kirib bir balo bir narsalar qil. Kim bu qoni bu? Nahotki mening mirim shunaqa ya toba. Okay, menimcha o'yinga nimadir qilgan. Bunaqangi darajada qizilmasidi. Okay, juda ham g'alati. Xo'p, fikrimni davom ettiraman. Men ilgari portallar yasab. Bu merga toshni kimdir kirganda? Eli bilmadim. Xo'p, men ilgari portallar yasab, jinniga o'xshab portal bilan borardim. Prosta osmonga uchsak bo'lar ekan. Osmon ham qanaqangidir qizil. Qo'rqitmaylar meni. Короче, kelinglar-da, ostagina shader yoqamiz. Bizda hozir Sapphire emas, RX ekan. Prosta RX 588 GB lik video karta. Umid qilamanki, solasi 3.5 3.5 qo'yamiz. Let's go. Umid qilamanki, ko'taradi. Kompyuterim qotdi. Ko'ramiz. Bizda Astralex ham bor, если что. 3 FPS. Okay, 20 ta. Wow! Bu nima? Azizlar, ko'ryapsizlarmi? Wow! Bitta rasmdan olaylik. Yo. Juda ham chiroyli ekan. Osmon. Wow! Shoshmanglar. Normal joyga o'tib olamiz. Wow! Azizlar, bizda 26 ta FPS, lekin manzarani qaranglar-chi. Xo'p, kelinglar-da birozgina chanklarni qisqartiramiz. 812 menimcha normal o'zi shunday ham qisqa chanklar ekan. Rostni aytsam, menga juda ham yoqdi. Xudo xolasa yaqinda bitta kompyuter olish niyatim bor. To'g'riroq o'zim svorka qilaman. Ryzen 5 legendarniy bo'lgan 7500F bilan va video kartasini ham хотя бы 60 mi, 40-70 mi yoki 50-60 mi ko'ramizda, shunaqa qilaman. Короче, kamida $1000 ga kompyuter yig'aman, keyin ko'ramiz qani nimalar bo'lar ekan. Rostni aytsam, men bu narsa odamni jinni qilib qo'yar ekan. Wow. Xo'p, kelinglar-da boshqa shaderlar ko'ramiz. Solasi eskiroq versiyasi 2.4 versiyasini ko'ramiz. Bu yerda adashmasam bunaqangi massivniy bulutlar yo'q. Bulutlar birozgina oddiyroq va FPS ham 36. Bor yo'g'i где-то 10 ta FPS ga ko'paydik xolos. Bu qanaqangidir fantasy bir multiyashniy shader ekan. Suvni ko'ramiz. Suv yomon emas. В целом menga yangi versiyasi ko'proq yoqdi va o'zimizni oddiy mellow shaderimiz kamida 60 ta FPS bersa kerak. 58, 59, 60 normalniy. Bilasizlarmi, solasdanki bunaqa shaderlar vashye. Mayli, nolimaymiz. Astralex yoqib ko'rmaymiz, chunki bizani zapis qiladigan dasturimiz o'sha shader bilan kelishmaydi. Agar zapis qilmasam, agar normalniy o'ynasa bo'ladi. Bu narsa rostdan ham shunaqamidi yoki menga shunaqa qizil ko'rinyapti? Slishkim qizilda bu. Wow. Azizlar, aytganimdek, bu merga men 3 oy davomida kirmagandim. O'rtada bitta video chiqdi. U video undan oldin olingan edi-da. Montaj qilib qo'ydim, bo'ldi. Bu merga kirganim yo'q. Tepadan spam bo'ldim. Narsalarim nima bor edi? Hozir ko'raylik-chi. Backpackimda 3-4 ta tepani narsalari bor ekan. Boshqa backpacklarda nimalar bor ekan? Ovqat, kimdir ruhi. Xo'p, o'zi nima qilamiz? Drakonni urdimmi yo'qmi? Drakonni kelinglarda bir borib ko'raylik oldiga. Adashmasam, men drakonni nimasiga boradigan, ya'ni endga boradigan primo men bu yerda bitta portal, mana Cray portal deb qo'ygan ekanman. Let's go. Mayli, bularga e'tibor bermaymiz. Bizga qiziq emas. Hozir borib ko'raylik-chi. Menimcha drakonni urgan bo'lishim qalaysiz kerak. Nima bu? Bu mendanmi? Menimcha mendan. Qayerdandir teleport qildi bu.
Seriously? Wow, yomon emas. Mancha drakonni urganman, yana bilmadim, hozir ko'ramiz. Let's go. Safir azizlar. Bilasizlarmi, bu o'yin menda ishlamadi. 3 oy kirmaganimga nimalardir bo'lib ketgan, ishlamadi. Video kartani driverni udalib qo'ydim. Ana undan keyin qaytadan oldim va Java'ni 12-versiyasi. Javaga o'xshash bitta dastur bor ekan, o'shaning 12-versiyasini olgandan keyin albatta sodiq qulim ChatGPT maslahati bilan ishlab ketdi. Hammasi normalniy o'yinga kirdi. Wow, shunaqa tezmi? Va mirga ham kirdi. Mir ham ochildi. Uppa, drakon yo'q ekan. Demak, drakonni urganman. Yomon emas. Kaiser legenda. Xo'p, bo'lmasa kelinglar-da orolga primoy boramiz. Dek. Qani bizani orol. Shu yerda orolga boradigan yo'lcha bo'lishi kerak. Где-то mana shu yerlarda atrofda bo'lishi kerak. Hozir ko'ramiz. Mana topdim. Bitada kirib bilamanmi yo'qmi? Hozir ko'ramiz. Ehtiyotkorlik bilan kirmadi. Iltimos. O'zi men kiraga bilasizlarmi nimaga kelaman? Biro qalaysiz. Ender Sand kim bu? Tushunmadim. Anu brat bo'lsa kerak. O'zi men kiragazlar mining uchun kelaman, chunki bu yerda juda ham ko'p rudalar bor. Men bunaqangi narsani ko'rmagan. Birotonim, o'zingizdan ketmang. Kimsiz? Nimasiz? Gazda o'xshamagan bir turi bu. Anaqangidir. Yana bormi? Ana yerda bor ekan. Nazanga. Ke, sehr jodu qilamiz. O'zing bos. Zaradim tugadi. Nima balo? Ot? Uni qaranglar. Mana. Tek. Nazanga. Nimaga qovoq spam bo'lmayapti? Tushunmadim. Cho'tta nitoda. Hoppa, o'ldi. Joni ko'pmas ekan, gazdan ko'ra ancha ko'p, chunki gaz kamida bitta yo ikkita udarda maksimum o'ladi-da. Tek nasanga. Let's go. Oxirgi udar va tegmadi. Qovoq ketdi-da, ko'rdim men. Nasanga. Uni qaranglar. Okay. Let's go. Mana bu Ender Sand degan narsani topishimiz kerak. Tepaga chiq. Chiq tepaga. Let's go. Qaytamiz kiraga. Kiraga kelish yo'lini qaranglar. Kimmi? Fantommi bu? Wow, yomon emas. Pro qalaysiz. Mana shundan birozgina membran olsagan bo'lardi. Damlama yasardik. Brat. O'zingiz bosing, hammasi yaxshi bo'ladi. Yiqilma. Xo'p, Ender Sand degan nimani men ko'rmayapman hozircha. Ke, dug'ing yetadimi? To'g'ri, sakraysan. Mayli, tepaga chiqib ko'raylikchi. Bu fantomlarni spawner ekan. Yomon emas. Xo'p, Ender Sandni endi topib ko'ramiz. Qayerda u, nima u, kim u? Bundan oldin menimcha, Sapphire oxirgi videosida adashmasam o'shani ko'rgandim. Alohida bitta o'zini orolchasi bo'ladi. Yaqinda bo'lish kerak-da, ja ko'pmi? Mana yittirdim. Demak, mana shu orollar atrofida bo'lish kerak. Fantom uchun qaranglar. Bespilotniksan, nima balo? Mana bu yerda. Mana bu yerda bo'lish kerak. Baqa tuxumlari. Gubka, gubka emas ekan. Endernak ekan. Bratanim, o'zingiz bosib oling. Check. Qanaqangidir balchiqqa kirib qoldim. Xo'p, bratni o'zlari qanday shunga hayronman. Yo'q, bu emasmi yoki? Bu bo'lmasa, qayerdadir bo'lish kerak-da. Qayerdadir. Mana pastdami? Hozir ko'ramiz. Tek. Strashniy mob bo'lmasa kerak. Agar strashniy bo'lganda allaqachon meni urib dabdalla qilgan bo'lardi. Teksturasi nimagadir ishlamagan buni. Конечно, 3 oy kirmagandan keyin nimalardir o'chib ketadi. O'zon qanaqasiga kelasan oldinga? Qanaqasi? Normalniy jonimni oldi lekin. Xo'p, mana bularning ham teksturalari cho'ta nitto-da. Cho'ta nitto. Endernak bunaqa bo'lmaydi-yu. Brat, yorib mayli. Birozgina g'alati holatlar. Xo'p, bratni men topolmadim. Qayerdadir o'tiribdilar-da mana shu yerlarda. Qayerdadir borlar yoki atrofdami? Tepadami? Mana shu bo'lsa kerak. Mana shumi? Hozir ko'ramiz. Brat, ismingiz nima? Ender Sand, mana shu. O'zingizdan ketmay aka. Basharingizni bejab qo'yaman hozir, bilasizmi? Duxing yetadimi? La. Tak, urush niyatim yo'q brat bilan. Qovoq bilan urishyapti. Meni qovog'imga tegma. Nasanga. Bu yerda kristall ham bor ekan. Nasanga. Nimani qo'riqlayapti bu yerda bilmadim-ku. Juda ham qala. Sunduk. Bro. Kelmaysiz mabodo. Xo'p, nahotki bundan
Shoshmanglarchi, yashab ko'raylikchi nima bo'lar ekan. Menga 4 ta kalitam berdi. Okay, olmos, panserlar menga vashki kerak emas. Xo'p, kelinglarda bitta qovoq yasab ko'ramiz. 1, 2, 3, 4. Kayzo. Okay, enderniyak, oddiy enderniyak. Menda bo'lish kerak. Menda bor ekan, hozir ko'ramiz. Da ikkita bo'ldi. Ikkita bo'ldi. Demak, mana shu narsa. Okay, qo'y. Nimagadir sichqoncham sal yuto ishlayapti. Let's go. Let's. O'zini spawn edi ekan. O'zing bos. Falakat ikkita bo'ldi. Qanaqangidir musiqa boshlanib ketdi. Kerak emas bizga musiqa. Muzikalniy bloki. Agar chetroq qochib ketsak-chi? Yo'q, musiqa tugamayapti. Abba, men musiqani yaxshi ko'rmayman. Men shundoq ovoz agar oppa. Yo, befoyda. Keyin hozir 1 minut ko'taramiz. Mana bundoq qilamiz. Ana endi buni ko'tarsa agar, adashmasam o'chgan bo'ldi. Kayzo geniy prosta. Xo'p, azizlar, qanaqangidir afzom, chanseller abzom degan narsa spam bo'ldi. Bu yana nimasi bo'ldi? Ke bunaqa narsani men ko'rmaganman adashmasam. Agar shuni buzib olsak-chi, masalan, bolg'a bilan mana bizda effektimiz bolg'asi bor. Cho'ta mirnito bo'lyapti-da. Astagina bu yerdan qochamiz. Brat kim ekanlar? Bitta ko'r shalker ekanlar. Xo'p, juda ham g'alati narsalar. Bizga bunaqangi prikollar kerak emas. Adashmasam hozir biz mirdan, ya'ni Cry portalda 10 ta blok naridamiz. 1000 ta blok ekan bor yo'q. Seriozniy? Bo'lmasa pastga sakrasam ham bo'ladi. Jamamcha raznica qilmaydi yoki Endersendni portaliga kirib ketaymi? Yaxshi pastga tushamiz. Bizdan nima ketdi? Okay, let's go. Oppa, rudolan qaranglar, shoshmanglar. Bu ikki xil ekan palaka. Tushunarli. Nimalar bor ekan bu yerda? Bitta ko'raylik-chi. Redstone, koal. Seriozniy, shunchami. Xo'p, bundan ham tez sindiradigan bitta bor edi, mana bumi? Yo, bunisidan ham tez, mana bo'lsa kerak. Backpackdami? Aniq bilaman, bitta legendarniy to'qmog'im bor edi, mana. Okay, juda ham g'alati joylar, mayli. Hozir tushamiz pastga. La. Chumink ketdik. Bizani adashmasam, pustiniyani qanaqangidir. Yo'q, bu yerda pustinya emas. Pustinya ham bor. Xullas jungle. Bilmadim bu yer qanaqa joy, lekin uch. Iltimos, energiyam qolmadi prosta. Okay, pastga tushish niyatim yo'q-da prosta. Da, let's go. Kimsan? Endermanlar. Tomi ketgan endermanlar kim bilandir urushyapti. Endermit bilan bo'lsa kerak menimcha. O'rgimchak bilanmi? Shoshmanglarchi, bitta ko'raychi kim ekan u? Men buni o'r yaxshisi. Kim uryapti bular tushunmadim. Brat. Blok oldi qo'liga. Cho'ta g'alati joylar, bunaqangi joylar borligini ham bilmagandim. Safirni oxirgi qismlarida bunaqangi joylarni kashf etgan edik. Okay, quyosh chiqyapti. Xo'p, yana bitta pastga tushib ko'ramiz. Adashmasam yana bitta shunday nima bu? Prosta bulujnikchalar ekan. Adashmasam yana bitta sloy bor bu yerda. Ana undan keyin mir paydo bo'l. Yana bilmadim. Qanaqa qilib biz tezroq mana. Let's go. Pustinya. Как бы pustinya aralash desa ham bo'ladi, lekin yo'q emas. Qaysidir ahmoq shuni o'tirib o'ylab topganda, mana shunaqa qilamiz. Lekin 5 ketdim, rostini aytsam. Bu pastga tushsa, boshqa dunyoga o'tishga 5 ketdim. Agar o'lmasa agar. Tush pastga. Chutta men ko'p ketdim, menimcha -80. -90. Va mirga o'tamiz. Xuddi shunaqangi plavni o'tib ketsam. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. -200. Menimcha menda o'yin qotdi. Menimcha menda o'yin qotdi. Shuning uchun ham o'tmayapti. -300. Yo'q, cho'tanito kelinglarda tepaga ko'tarilamiz. -230 tepaga ko'tarilamiz va o'yinga bitta chiqib qaytadan kiramiz. Bitta narsani hozir shu yerda sezib qoldim-da. Menda nimagadir rang o'zgargan. Seriozniy. Pauza ham pushtiranga o'tgan va ba'zi bir narsalar pushtiranga o'zgargan. Demak, o'yin nimadir qilyapti yoki video kartamiz yetib keldi. Kichkintoy hammasi yaxshimi?
Vroji hammasi yaxshi, sovuqqina ishlayapti. Lekin baribir ham odamni qo'rqityapti bu. Odatda pushti rang ko'rinmasdi. No, qaranglar, ba'zi bir ranglar ko'k rang masalan pushtiroq bo'lgan. Menimcha o'yin qilgan bo'lsa kerak. Men aytdim nimaga Daryo menda prям rozviy. Bilasizlarmi? Bilmadim video qanaqa chiqadi, lekin Daryo menda prям rozviy ko'rsatyapti. Prям rozviy. Rang bor-ku, qanaqa desam sizlarga. Okay. Qayerdaman bilmadim. Uyga kelgan ekanman o'sha, tushgan ekanman. Xo'p, ba'zi bir narsalar menda qo'limdagi narsa ham adashmasam rozviy bo'lgan birozgina. Xullas kalom menimcha yetib keldi. Bilmadim nima buzilgan, lekin yetib keldik, tuchni bilaman. Azizlar, menda qanaqangidir texnik nosozliklar. Menimcha o'yindan yana bilmadim. Xullas kalom birozgina o'yin rozviy bo'lgan. Birozgina emas, ancha rozviy bo'lgan. Lekin, vroji normalniy. Hozir men telefonim bilan videoga olaman, sizlar ko'rasizlar, o'zingizlar guvoh berasizlar. Menda prям rozviy ko'rinyapti. Ba'zi bir joylar vashshe sariq rozviy. Короче, yetib keldik. 3 oy kirmaganman, o'yin dabdala bo'lgan ekan. Bu уже Daryo emas-da, qaranglar, boshida aytdim sizlarga. Tushotdan yetdi dedim o'sha narsa. Lekin Целом yaxshiga ham o'xshaydi, yomonga ham o'xshaydi. Endi pauza qilamiz, qaranglar. Hozir bizda 60 fps. Pauzani hech qachon rozviyda qilmasdik. Xullas kalomizlar, men video kartani egasiga qaytarib berdim. O'zimni 2060 superimda hozir o'ynayapman. Video kartani men driverni yangiladim, o'shanga muammo qilgan ekan. Driverni atkat qildik, qaytardik. Hech qanaqangi qizg'ish, sarg'ish, yashiltir shunaqa rang bormi? Unaqa problemalar bo'lgan. Yo'q, normal. Hozir menda 2060 super bu karta birozgina bizda muammo qilyapti. Eng qizig'i boshqa kompyuterga tiqqan vaqtim hech qanaqangi problemasi yo'q. 70-80 gradusgacha qizib ketadi, lekin ishlaydi. Men birozgina nagruzka bersam, shader bilan, sen kimsan? Shader bilan birozgina nagruzka bersam bo'ldi. Men narigi dunyoga ketdim deydi, o'chib qoladi. Xo'p, bo'lmasa kellarda o'yinni davom ettiramiz. Okay. Voy dot, yulduzlarni qaranglar. Hozir e'tibor bersanglar, qayerdadir yulduz uchadi-da. Men ko'p guvoh bo'ldim. Juda ham chiroyli. Juda ham chiroyli. Afsuski bizda shader yo'q va yulduzlar nimagadir mana ko'rdinglar. Uchta. Xullas kalom azizlar, bizda shader yo'q. O'zi bu Sapphire 4 miriga kirish niyatim yo'q edi. Microlink Sapphire 5 ustida ishlayapti. Lekin ko'pchilik obunachilarim aytganligi uchun miltiq yo'q mabodo bizda. O'tvorsang, qochmandan, ko'pchilik obunachilarim aytganligi uchun Sapphire 4 ga kirdim. Bu nima qonmi, nima balo bilmadim. Hozir biz podvalda birozgina eksperimentcha qilamiz va o'sha Stellarisni modini dakansa bir nima deydi, rivojlantirib kosmosga uchamiz. Men bu uglni generatorlarni o'g'irlab keldim. Bilmadim kerak bo'ladimi yo'qmi. Uglni generator bo'lgandan keyin bu generatsiya qilib beradi. Tak что kabel ustiga qo'ysa yaxshi bo'ladi. Plavniya bo'ldi. Esladim. Tak va u qo'shildi. Buni qiladigan nimaga san tushunmadim. Bu nabarod energiya tortib olyapti. Mayli, o'chilasini ham qo'yamiz. Xo'p, bu uglni yoqadi va o'zini xranilishi bor. Men bu narsani bekor o'g'irlab kelgan ekanman. Foydasi yo'q prosta. Xo'p, biz birinchi navbatda suv pompasini yasashimiz kerak bo'ladi. Hozir uni yasaymiz. Lekin bu uchun Minecraftimiz inglizcha bo'lishi kerak ekanmida. Okay. Xo'p, kelinglarda Minecraftimizni inglizcha qilamiz. Lekin bilasizlarmi, Minecraftni ofitsialniy o'zi o'zbek tilini qo'llab-quvvatlashi chiqardi. Oxirgi snapshotda bo'ladi. Artefaktdan ko'rib qoldim. Qarasam rostdan ham bor ekan. Wow, prosta. Xo'p, bizga inglizcha kerak. Hozir Minecraftimizni butunlay inglizchaga o'zgartiramiz. Ana endi narsalarni topishimiz oson bo'ladi. Birinchi navbatda bizga water pump kerak, ya'ni suv pompasi kerak. Ana u yordamida suvni prям вот so'rib olib mexanizmlarga tashlaymiz. Bu modda juda ham ko'p suv kerak bo'lar ekan. Вроде havas normalniy. Okay, ana endi boshlaymiz. Water pump. Stellaris modini nasiz qani endi. Mana Stellaris water pump. Juda ham oson. Heavy metal ingot. Bu menimcha po'latdan yasaladi. Bu nima? Kabel kerak ekan. Okay, hozir yes qilamiz. Nimaga sen birdaniga mana shuni yasholmaysan? Plus qilib Xo'p, wool kerak bizga, po'lat kerak. Po'lat. Okay. Wool menda bor 11 ta. 1-2. Menimcha azizlar bizga bundan ko'proq kerak bo'ladi.
stil olamiz. Buni maydachasi yo'qmi? Abbo, bor ekan. Bir donami? Bir dona bu yaxshi emas. Maydalab tashlaymiz. Okay, bo'ladi. To'ba, buni aylantirib ham bo'ladimi? Kelasam bir xil ekan. Mayli, birozgina kabel yasab olamiz azizlar. O'rtasiga mana buni qo'yib, ikki chetga mana bularni qo'yamiz va 6 ta kabel. Normalniy 6 ta. Shundoq qo'ysa agar, buni ham qo'ysa agar, mana buni ham qo'ysak, ikkita, hatto 12 ta qo'yaylik mana shu narsani. Okay, mana buni ham qo'yamiz. Joyiga tur. Bitta mana buni qo'yamiz. Let's go. 12 ta kabelimiz bor. Xo'p, endi menga heavy metal kerak. Heavy metalni qanaqa yasaymiz? Water pump qanisan? Mana bu narsa. Bu esa tushunmadim. Heavy metal. Hozir ko'ramiz. To'g'ri. Prosta temir pishirish kerakmi? Smelting. Da. Prosta temir pishirish kerak ekan. Okay, hozir buni ham yes qilamiz. Iron. Nahotki bo'lmasa. Mana bor. Nimaga bular? Sort by item name emas. Menga количествоsi kerak. Brat item name sort by number of items. Shuni mana shuni qanaqa mana. Oppa, men buni ham olish kerak, bilasizlarmi? Xo'p, kelinglarda bularni pishirishga qo'yamiz. Hech ham o'ylamagandim bunaqa qilaman deb, lekin ko'p kerak emas bizga. Jabr 12 ta bo'ladi. Kelgusi craftda ham ishlatamiz. Xo'p, kelinglarda buni maydalashga qo'yamiz. Adashmasam, osmium kompressor emas, chamber emas, crusher emas. Metal yo'q. Qanaqa qilib men bundan ko'proq olardim. Ko'raylikchi. Okay, bir dona beradi, bu ham bir dona. Sagmil. Men bundan aniq ikkita, bittasi 100%, ikkinchisi 80%. Va bizga qo'rg'oshin ham berar ekan 5% da. Qalaymi yoki tin qalaymi yoki qo'rg'oshinmi? Microlix. Olva qo'rg'oshin. Tin bo'lsa, tinni o'zi olva-yu, da, qo'rg'oshin bu. Короче, qo'rg'oshin, xo'p, bu kombiner 8 tani noinsoflab bitta ruda qilib beradi. Mayli, bu bo'lsa biotoplivo qilib tashlaydi adashmasam, da slurry qilib tashar ekan. Oppa, chamber 4 ta qilar ekan. 3 tadan 4 ta bu yaxshi emas-da. 8 ta qiladi-yu, lekin bu yerga bizga ximiskiy tuz kerak bo'lar ekan. Bo'ldi, esladim. Mana bu bratimiz. Okay, 100% mi? Oritech вроде нормально. Mana bu 3 ta bo'lsa agar 3 tasidan 9 ta chiqadi. Da, bu ham 4 ta beradi-da. Bu yaxshi emas. Ya'ni 4 tadan 3 tadan 4 ta beradi. 3 tadan 4 ta beradi. Короче, biz ham mana bunga tiqsak bo'ladi. Nima bo'layotganini o'zim tushunsam bo'ldi-da. Sizlar tushundingiz kerak emas. Mana shunga tiqamiz va bizga ko'proq beradi. Xo'p, bo'lmasa, kelinglarda craftimizni yakunlab qo'yamiz. Water pompani yasab olamiz. Bratani menga mana shu narsani beringchi. Xo'p, water pompa 1 2 o'rtasida nima bor edi? Paqir bormidi? Manimcha paqir ekan. Paqirni ham olgandim. Xo'p, va tepada kabelcha. Paqir. Hech qancha ham chota ishlamayapti. Chota devordan yegisi kelyapti-da mana shu narsani. Xo'p, buni olamiz, buni ham olamiz. Ana endi bizga buni suvni ustiga o'rnatish kerak. Tek. Okay. Salto qildim men hozir. Xo'p, suvni ustiga o'rnatish uchun men buni qo'yamiz. Ikkinchisi shart emas, lekin kayzo. Mana. Okay, suvda turibdi. Menimcha bu avtomatik tarzda ishlaydi. Lekin bu palakatga tok kerakmi yo'qmi? Okay, tok kerak ekan bu palakatga. Mayli. Tushunishim bo'yicha bu bizga energiya keltirib berish kerak va energiya keltirib berdi. Da, bu palakat qaytar so'rib oldi. Короче, energiya keltirib berdi, bitta slot dabdala qildik, lekin mayli. Endi bizga truba kerak. Buni mexanizmlarga tarqatish uchun truba kerak bo'ladi. Aynan mana bu narsaga keltirish kerak. Suvni bu ikki bo'lakka ajratib beradi. Kislorod va vodorodga ajratadi. Oksigen mana va vodorodga ajratib beradi. Bizga endi truba kerak yoki buni bu tomonga ko'chiramizmi? Asta sekinlik bilan sindiramiz. Okay, adashmasam mana water separator. Bu brat mana bundan quvvat olsalar bo'ladi. Tak что buni chiqarib qo'ysak ham bo'ladi va mana turing joyinga. Tak. Nimaga bu yerga qo'ydingiz deydigan odam yo'q, tavba. Kabel bo'lamagan u. Hozir hammasini yes qilamiz. Okay, bo'ldi. Mana uladik. Buni energiyasi to'layapti. Bitta pompacha emas, endi menga trubacha kerak. Pompacha o'zi-yu buni.
Xullas kelinglar, bizga mana bunaqangi pipe kerak bo'ladi. Kabel bilan buni birozgina farqi bor. Qayerlar hozir men ko'rsam, kabelning o'rtasida po'lat. Bunda esa heavy metal, ya'ni o'sha temirra adashmasam kuydirilgan variantimidi. Hozir nima qildim men? Da, temirra kuydirilgan varianti. Salto qilishi bas qil jonga tegding. Xo'p, bo'lmasa kelinglarda o'shani yasab olamiz. Temirra kuydirilgan variantini qo'yamiz va atrofiga adashmasam, chalkashib ketdim. Heavy metaldan ekan bu ham. Okay, mana buni olamiz. 1 2 1 2 normali. Xo'sh, ana endi yetadimi yo'qmi bilmadim. Planks menga wool kerak-da. Wool. Afsuski bizda wool yo'q ekan. Mayli, hozir qaychi nima bo'ladi Microlex inglizchada? Ha? Caesar? Qanaqa Caesar? Odam sharmanda qilma, qaychi qanaqa bo'ladi inglizchada? Xayzlar, men buni Google qildim, shears ekan. Menda yo'q ekan eng qizig'i. Shears, mana. Buni turli xil nimalari ham bor ekan. Wow. Xo'p, hozir biz birozgina qo'ylarni junini olamiz. Craft qilsam bo'lar ekan sharmanda bo'lmasdan. Let's go. Qo'ylarni qayerdan topaman bilmadim-ku, lekin kartada chiqadi-yu. Da. Okay, birozgina bizga shu jun kerak bo'ladi. Hozir topamiz. Kartada o'rgimchaklar, yana nimalar bor bu yerda? Oppa, deshmasam bu yerda kimlardir bor? Ninachilar. Bu sigir ekan. Mayli. Okay. Cho'chqa ko'rdim adashmasam. Yo'q, bu yerda yo'q. O'rmonning ichida-chi? O'rmonning ichida. Kartadan umuman foyda, qanaqangidir ko'k bo'ri bor ekan. Vedma bilan birga yuribdi. Hozir topamiz. Mana. Qanasan? Tushunmadim. Yer ichidan bu. Mana bratni, brat emas, singlimni o'zlarini topdim. Okay. Juda qarashni to'da, mana bu xerobelning itvachchasi. Xo'p, bizga azizlar qo'y kerak. Qo'y. Qayerdan topsam bo'ladi? Bu yerlarda qo'y yo'q prosta. Rosta qo'y yo'q. Okay, nahotki boshqa kontinentga o'chib ketadigan bo'lsa. Birozgina o'yinni oldida ko'paytirishim kerak shunaqa narsalarni. Ipga bog'lab hozir ko'tarib kelsam bo'ladi. Yo'q, boshqa narsa ekan u. Boshqa narsa ekan. O'rmonning ichiga kiramizmi? O'rmonning ichida topiladimi, yo'qmi bilmadim. Lekin harakat qilib ko'rish kerak. Iltimos, normal 3. Okay. Tulki bor ekan bu yerda. Bunaqa narsani ham yomon ko'raman. Suv ketirib shuni qo'yib yuborsam-da ustidan. Xo'p, bu yerlarda moblar yur bilmaydi, chunki juda ham qalin bu o'tlar. Va merimiz tugab qoldi. Cho'ta g'alati. Nahotki men okay. Yo'q, bu emas. Mana bu nima? Ruda, tushunarli. Qanaqangidir g'or bor ekan bu yerda. Aji kokko. Bizga bu nimaga kerak? Bizga hozir qo'y kerak bo'ldi. Creeper ko'ryapman, qurbaqa ko'ryapman, ninachilar bor. Okay. Oppa, oddiy biyomda ko'p bo'ladi, oddiy moblar. Okay. Bir amallab endi tushib olamiz. Yo'q. Nimaga meni nuqul olmadim kelmaydi? Okay. Uni qarang, yana sigir chiqdi-da, quyon bilan birga. Nima bu anekdotmi tavba? Oppa, topdim va bu yoqqa. Bir o'zingmisan? Seryozni? Yo'q, bitta qo'y ko'rganmisizlar? Bitta qo'y. Bu yerda juda ham ko'p allay bor ekan atrofimda. Lekin olib ketmaymiz, kerak emas. Yetadi, nuqul yetadi, olaman yetadi. Shoshmanglar. Shu yerda qo'y bor. Bu o'zimniki-ku, daraxt ustidami? Yo'q, o'sha ekan. Bir donagina qo'y. Mayli, bir dona ham o'sha yerda yetadi-yu, uyga qaytamiz. Ko'proq olaman deb o'ylagandim, zapaskaga, yo'q bo'lmas ekan. Nahotki 200 metr kelgan bo'lsa, seryozni? Wow, prosta. Bu yerda moblarni ko'paytirish kerak. Bilmadim qanaqa qayzo deb yozuv ham bormi bu yerda? Yomon emas, rostini aytsam. Okay. Lekin men shu qanotga 5 ketdim-da. Ilgari men ranets yasab, uni zaryadlab, bir narsalar qilib, shuncha harakat qilardim. Bu Minecraftda esa Sapphire 4 da qanot bor prosta.
Yaqinda Sapphire 5 chiqadi. Keyin ko'rasiz u yerda nimalar bo'ladi. Okay, MicroX mana oldimda hozir Sapphire 5 ustida yotib olib ishlayapti. Tek adashmasam shuni ustiga qo'ysak, bu hoppa ulandi. Bu uji yaxshi. Mana ikkalasini birlashtirsak, let's go. Sizlar bizada gidrogen, ya'ni vodorod bor, kislorod ham bor. Ajoyib. Eng qizig'i bu narsa menda ishlab turgan holatda edi-da. Balakat. Okay, ana endi bizga kosmosga uchishimiz uchun skafandr kerak bo'ladi. Hozir biz o'sha skafandrni yasab olamiz. Let's go. Ochilsin. Xo'p, bizga space suit deb adashmasam nomlanadi. Space suit. Mana. Skafandr yasab olamiz. Menimcha qiyin emas. Toba. Bunga ham sizlar men butun boshda hozir qo'ylarni galasini o'sha genotsid qilib tashlayman bunaqada. Xo'p, qo'ylarni qayerdan topsak bo'ladi? Birinchi navbatda uxlab olamiz. Shares. Qayerdan topsak bo'lar ekan? Moblar spam bo'lish boshladi. Monsterlar, to'g'rirog'i. Okay, hozir topamiz. Okay, let's go. Xo'p, bizga tekstlik kerak, basically tekstlik topsak agar, qolgan narsa problem bo'lmaydi. Eng qizig'i, men hozir qo'ydan bir donagina jun oldim, ha? Bu yaxshi emas. Kamida 2 ta 3 ta berish kerak-da. Qo'limdagini zachar qilsam bo'ladimi? Zacharlasak bo'lar ekan. Chromatic aberration bu nima? Kompyuter. Qanaqa men buni shoshmaylar. Bitta zachar qilib olaylik mana shu narsani. Balkim normalroq effekt berib, menga 3-4 talab lootingday xuddi jun bersa, ishi zo'r bo'lardi. Xo'p, umid qilamanki lapis lazuli bor ekan. Okay, menga bir prям chotki zachar qilib beringlar. Effectiveness, unbreaking. Buni boshim ko'raman effectiveness. Oppa. Mana nimadir beradi. Chromatic aberration. Nima qiladi bu bilmadim. Okay, mayli nima qilardik. Xo'p, endi menga qo'y kerak. Qo'y. Hozir topamiz. Iltimos, normal uchadigan joy qilinglar. Okay, oppa, Minecraft. Men seni yaxshi ko'raman. Shoshma. Kimdir bor? Yo'q, afsuski hech qanaqangi mob yo'q ekan. Mayli, bir amallab mana shu yerlardan o'tib olamiz. Okay, u chiroyli, juda ham chiroyli va o'tdik. Normalni, oppa, bratan, men sizni ko'rib qoldim. Uni qochini va u menga bu jinni 3 ta jun berdi, uchalasam uch xil rangda. To'g'ri. Skafandrga aloqasi yo'q degan umiddaman. Nahotki bir donagina, mana bu yerda bor ekan, mana qaranglar, mana kartada ko'rinyapti bu daraxt ustidami nima balo bu? Tushunmadim. Hozir o'zim junini olgan qo'y bo'lsa kerak mana shu. Daraxt bu tomonda ekan. Xo'p, ikkinchi, uchinchisi qani? Hozir topamiz va mana. Karta birozgina g'alati ekan. Xo'p, sen nima berding menga? Bu ham 2 ta berdi bu. Men va yoshirmaydi. Mana bu ikkalasini berdi, точно-da. Xo'sh, men bu yerda yana 2 ta bor. Bratanim, shoshmangchi. Normalni bu ham 2 ta 3 ta berdi. Va yana bitta bo'lish kerak. Hozir men kartada ko'rdim. Okay, shoshmaylachi. Mana bratanim. Shu yerda yurgan ekanlar. Xo'p, bizga yana kerak. Yana zombilar yonyapti. Sapphire 4 ga bilasizlarmi? Miltiq yetmaydi-da. Miltiq bo'lsa shu zo'r bo'lardi. Xo'p, bu yerda otlar bor ekan. 3. Otlar bizga kerak emas. Okay, bu yerda moblar yo'q hech qanaqangi. Lekin bu tomonlar zo'r ekan. Tekstlik mazza qilib uchsa bo'ladigan joylar ekan-da. Mana bu rangi menga birozgina yoqmayapti. Shu o'tam unchalik ham yaxshi emas. Xo'p, bu blok ekan-u. Bu nima tushdi u yerda bilmadim. Xo'p, tovuq yaxshi emas. Tepaga chiqaylikchi. Balkim o'tlagani tepaga chiqib ketgandir. Sigir ko'ryapman, cho'chqa ko'ryapman, lekin qo'ydan darak yo'q. Skafandrga yetadimi yo'qmi bilmadim mendagi junlar. Lekin har ehtimolga qarshi yana birozgina olishimiz kerak. Oppa, topib oldim biratni. Shoshmang. Xo'p, kartaga yuzlanamiz. Shu yerda yana 2 ta bo'lish kerak kamida. Mana bittasi. Deyarli bilinmaydi, palakat. Va ikkinchisi, shoshma. Oldin o'tgan. Jinniga o'xshab men kartaga qarayapman-da, shuning ham bilinmayapti. Okay. Menimcha bo'ldi. Yana bitta balkim baratanim nima qilyapsiz bu yerda? Raid qilmoqchimisiz? Mumkin emas. Atata jiza. Abbo, bet olmayman. Yo'q, shoshmachi. Nima berdi menga o'zi tushunmadim vashi. Okay, menimcha
bayrog'ini oldim men palakat. Mana bedomen ham bor ekan. O 1 soatlik damlama. Xo'p, bizga bu qiziq emas, bunisi ham. Asosiy narsa mana bu, menimcha skafandrga yetadi. Uni qaranglar. Juda ham ko'p va rang-barang narsa olgan ekanman. Chromatic aberration. Mana shu narsa ekan. Turli xil rangdagi junlarni berar ekan. Normalniy menga yoqdi. Okey. Yana birozgina aylansak, balkim olib ketarmidi yana. Cho'chqalar. Okey. Oppa. Mana. 3ta bir joyda turibdi. Malades. Buni ham olamiz. Nahotki joy qolmagan. Oldim. Normalniy. Xo'p, yana birozga kutsak bilasizlarmi, bularni juni o'sib chiqadi, lekin bizani kutishga vaqtimiz yo'q. Tog'ning ustidagilarni ko'raylikchi, balkim qaysinisidir o'sirgandir. Vроде normalniy. Grammatik jihatdan to'g'ri aytdim. Balkim qaysinisidir junlarni qaytadan o'sirgandir. Kayzo, молодец, Kayzo, matematikadan 5 sizga. Lekin bu ona tiliga tegishli narsalar. Okam. Tak. Bo'ldi, men uyga qaytaman. Naqd 500 metr uchgan ekanman. Kim beradi shuncha benzin pulini? Ketish kerak. Shoshmanglar, adashmasam men shu yerdan ham birozgina men jun olgandim. Sal nariroqdan adashmasam, o'shalarni ham ko'rish kerak, balkim o'stirgandir. Men bu yerda daraxt bo'lish kerak va daraxt oldida 3tami yo 4ta yurgandi. Hoppa. Nima qilding sen? Yema bo'ldi-da, unisi ham o'stirmagan. Tavba. Hoppa, bunisi ham adashmasam kal yuribdi. Demak, men ketgan vaqtim chanklar yopilganda, bular o'stira olmagan. Bu yaxshi emas. Chunk loader qo'yishimiz kerak. Shunda hamma chanklar ishlab turadi. Lekin bir tomondan Minecraft tushunish kerak, chunki men bunga o'zi 16 GB operativ xotiram bor. Men bunga 10 GB berganman. Bilganing qilib, ilgari menda 32 GB edi. 16 GB ni sotib oldim. Shu yerda sotmadim. Nimalar bo'ldi? Короче, upgrade qilmoqchi edim, berdim. Ana odam kuydirdi. Keyin meni boshimdan qo'ydi. Men sport qilib o'tirmadim. Xo'p dedim. Mayli. Oliy janob Kayzoning sarguzashtlari. Okey. Blackpool. Nimagadir Blackni qo'limga berib yuboribdi. Mayli. Bo'lmadi menimcha bo'lmadi. Nimanidir qo'yish kerak. Mayli kelinglar-da. Vashida bu backpack u, shuni qo'yamiz. Tak. Xo'p, skafandr. Bunga ikkita steel va copper kerak ekan. Steel menda bor, menga copper kerak. Copper ham bor. Qanaqa endi men bularni mayli, hozircha mana buni tashlab olamiz va bunisi ham qo'yamiz. Mana bu narsa plus qanaqasi biram jonga tegadi. Crafting table yo'q. Mana bratim. Mana shu narsa menga plus qilib bering. Qanaqa boshqasini qo'y shuni o'rniga. Endi o'zimiz qilishimizga to'g'ri kelar ekan menimcha. Tek. Come on. O'zi to'g'ri qo'ydim. Xato qo'ygan ekanman. Uzr. Hali men qanaqa qilib nima deydi, junlarni oqartiramiz deb o'ylanishni boshladim. Steel. Короче, endi bizani muammoyimiz mana shu junlarni oqartirish kerak ekan. White dye nimadan beradi? White palladiy-da, petals nima bu? Ingliz tilida mana 0 bone bor ekan. Bone meal menda bor. Kellarda hammasini oqartirib olamiz. Qanaqasi? Mana bunday oq rang beradi-yu. Qaysi o'zingiz bo'lsangiz hammasi yaxshi bo'ladi. Siz davolashadi. Tak, olamiz. Yo'q. Bo. Wool. Okey. 7 ta bo'ldi. Normalniy. Hozir hammasini oqartirib tashlaymiz. 3 ta, yana 2 taligini qo'ysa agar, amayli bittasi. Nima bu? Skystone ekan. Uzr. Okey, bo'ldi. Bizda 15 ta oq jun bor. Kun oxirida prosta. Shu uchun gaplarimga qo'shilmayapti. Umuman olganda uyqum kelyapti. Kecha 2 soat uxladim adashmasam. Bo'ldi. Yuribman. Maza qilib. Tiny glass nima bu? Ametist kerak, серьезно. Okey, ametist 5 ta bor. Glass kerak menga. Glass. Hozir azizlar, o'zim tushunib olay, keyin sizlarga точно tushuntiraman hammasini.
Mana bu narsadan menga ikkita beringlar. Rahmat Addushi. Shuni o'zim plus qilish uchun lampa kerak ekan. Redstone va glowstone. Glowstone bilan menimcha redstone menda bo'lishi kerak. Glowstone bor, redstone bor. Mana bu narsa musulmonga kerak emas. Va skafandrni shlemi ham bizda bor azizlar. Wow, просто tashavoramiz shu narsani. Bizga nima kerak? Let's go. Xo'p, endi bularni ikki olsak bo'ladi. Nezerit bilan yangi yechib turamiz. Baratanim men shu yerga turib turing. Iltimos, buni kiyib olib, buni yechib, buni kiyib olib, buni yechib, buni kiyib olib qo'ysak agar bo'ladi. Xo'sh, endi asosiy va qiyin narsasi bizga mana bu narsa kerak bo'ladi. Buni yasashimiz uchun bizga nimalar kerak, nimalar yetmayapti? Mana bunaqangi tank yetmayotgan ekan. Buni yasa bilaman. Всё, bo'ldi, menda skafandr bor. Xo'p, kelinglarda buni kislorodga to'ldiramiz. We are the champions. Bratanim, menga kislorod bering birozgina. Bo'ldi, azizlar. Oksigen nimaga 0? Tushunmadim. Mana to'ldi-yu. 3. Menimcha dekansa to'ldi. Menimcha dekansa to'ldi bu. Ya'ni bundan ko'p to'lmaydi. Da. 3000 ta oksigeni bor. Kiyma buni yettoba. Xo'p, endi menimcha nafas olyapti. Nima qilyapti bu? Tushunmadim. Qo'l cho'ta nito ketyapti-da hozir. Oldiga ketayotgan ekan. Turishini qaranglar. Buni bitta rasmga olish kerak. Qanaqa men buni chiroyli rasmga olsam bo'ladi. Shuni preview qilib qo'yaman. Azizlar, keyin haydot endi uchamiz degan yozuv bilan yozib qo'yaman. Men buni basharasini o'rniga Kayzoni basharasi qilsa o'sha zo'r bo'lardi. Xo'p, mayli. Kelinglarda davom ettiramiz ishimizni. Bizda endi skafandr bor. Ana endi kosmosga uchsak bo'ladi. Shu o'rinda izlar yana bitta narsani aytish kerak. Menda oksigen distributor bor ekan. Mana bu narsa qaranglar, hozir nima qiladi bilasizmi? Bizga oksigen tank ham kerak bo'ladi. Nimagadir qo'lini chetga olyapti-da, prosta bir g'alati ko'rinyapti. Bundan oldin bunaqa qilmasdi bu harakat. Oksigen tank mana qaranglar 3600 MB oladi. Distributor nima qiladi? Distributor mana shu kislorodni mana shu xonaga polностью tarqatib beradi. Buni olamizda shunchaki qo'ysa agar mana kislorodni xonaga tarqatadi. Agar kosmosga chiqqan vaqtimizda bir baza yasamoqchi bo'lsak, yopiq xona qilib mana bunaqangi mexanizmni qo'ysak bo'ladi. Bu lekin yomon ham ko'p ishlatyapti, barakat. Slishkim ko'p. Bu tankni o'zimiz bilan olib ketamiz. Agar kerak bo'lsa agar shundan nafas olishimiz mumkin bo'ladi. Buni lekin to'ldirib olish kerak. Menimcha bu to'ldi, normal. Slishkim to'ldi. Kattarog'ini yazsam bo'lar ekan. Xo'p, ana endi menda skafandr bor, raketa bor. Raketaga yoqilg'i qo'yib kosmosga uchsak bo'ladi. Lekin bu kelgusi qismlarda. Sizlar bilan qaysi bo'ldi? Kelgusi qismda albatta kosmosga uchamiz degan umiddaman. Kanalimni ko'p nima deydi, inaktiv qoldirgan ekanman. Birozgina videolar qilaman. Xudo xolasa barchaga tomosha uchun Addushi rahmat. Sapfir 4 ta bilasizmi? Yana birozgina narsalar bor-da. Ana undan keyin Sapfir 5 boshlasak bo'ladi. Barchaga xayr.